Nima uchun kinezologiya markazida kelgan bemorlardan MRT hamda rentgen tashxislari so'raladi? Именно bizani sentrda MRT nimaga so'rayman? Aniq tashxis, aniq fakt bo'lish uchun so'rayman. Chunki mumkin emas bo'lgan protseduralar bor. O'sha hisobiga so'rayman MRTni. Fizioterapiya mumkin emas joylari bor. Qizdiruvchi majlar, lampalar, manual terapiyalar, bir xilda massaj mumkin emas joylari ham bor-da. O'shanga qarab bizni ish qilganimiz yaxshiroq. Chunki kasal ertaga jalba qilish kerak emas, og'rib qolish kerak emas, ahvoli yomonlab qolish kerak emas. Lekin bir xillarda shunaqa momentlar bo'lib qoladi. Kasalni o'zini, patsientni o'zini holati shunga olib keladiki, protseduradan keyin ozgina og'riq qo'zg'aydigan momentlar bo'ladi baribir. O'sha momentni biz tushuntirib o'tamiz. Ozgina og'riq qo'zg'aydi, agar jiq qo'zg'ab ketib qolsa bitta обезболивающий ichaverasiz bitamiz. Bu fakt. Bor narsa bu, bekitadigan narsa yo'q. Endi bir xil hamma kineziologlar har xil. Chunki men ham bir ko'rib turaman naqada Instagramda, lekin biron ishni kuzatmayman. Odatim yo'q unaqa. Men kerak emas menga misol uchun. Bo'l o'zim ishimni qilaman. Misol uchun men yo'nalishim shu. Fakt qarab ish tutish yaxshi ko'raman. Bitta so'z bilan aytganda shu. Har xil kasalliklar bor. Endi hammasini aytib o'tsam juda ham ko'p bunaqa kasalliklar. Endi tema boshqa bo'lib ketadi. Просто MRTdan so'rashning maqsad, sababi shu. O'sha ko'rayotgan bemorlarni shu e'tiborga olib, o'sha qiziqishini e'tiborga olib, savoliga javob shu. Aniq fakt bo'lish uchun men MRT so'rayman. Kasalni o'sha kasallik holatiga qarab упражнениялар bor. Упражнение ko'rsatib ham beramiz. Videolari bor, alohida qilib qo'yilgan. Shu videoni tashlab beramiz Telegramga. O'shani ko'rib, to'liq agar bajarib tursa, yaxshi bo'lib ketadi. O'shani ko'p kasalliklar bizga bergan rekomendatsiyani qilmaydi. Yo vaqti bo'lmaydi, yoki oilaviy sharoit unga to'g'ri kelmaydi. O'shanga bir xillarda sal kechikib qoladi. Ayb o'zida bo'lib qoladi ko'pincha. Biz bu lechini qilamiz, hammasini tushuntiramiz, cho'tki qilib, zakonni tushuntirib qo'yamiz. Lekin bajarish o'sha kasallik o'zining qo'lida. Bizning qo'limizda emas bu narsa. Bir xil protseduralar mumkin emas. Mana misol uchun 10 ta kasal keldi. Bundan 10 tasi grija bilan kelyapti-da, MRTsi ham почти bir xilda, lekin hammasiga bir xil protsedura, bir xil podxod mumkin emas joylar bor. Biz o'shani kinezologist tekshiramiz, test qilamiz, tekshiramiz. Bunga ham mumkin, bunga mumkin, bunga bundan boshlash kerak, bunga bundan boshlash kerak. Bunga misol uchun nina qo'yamiz, bunga bu boshqatdan boshlaymiz. Bunga qorin yotqizamiz, bunaqa lechini qilamiz. Bunga oldi svязка, orqa svязка va shunaqa har xil anaqadan ishlaymiz. Hammasi har xil. Yana alohida o'zimizni metodimiz deb ta'kidlab o'tdingiz. Bu metod qanaqa? Ya'ni boshqalarnikidan nimasi bilan farq qiladi? Yo'nalish bir xil. O'sha kineziologiya, o'sha massajni, o'sha yo'nalishda lechini qiladi fizioterapiya bilan, lekin o'rnini bilib qo'ygan boshqada. Tekshiradi. Bir xilla misol uchun grijani sirazi men misol tekshiraman, spazmi qayerda bor. Savol javob qilaman. Qayerda jalbasi? Shu qorin yotadimi, tepaga yotadimi? Spazm tekshiraman. Shu spazm birinchi yechamiz. Keyin yo'q deysiz qilinadi. Spazm yechmaguncha bir xil og'riq qo'yib yuboradi. Chunki qisib qolgan bo'ladi. Sidalishni qisib qoladi. Keyin oyog'iga beradi. Har xil holatlar bor. O'shanga qarab biz lechini qilamiz. Mana misol uchun o'sha boya 10 ta odam keldi, 10 tasiga 10 xil, misol 10 xil emas, 3 xil, 4 xil deylik. 10 xilsa noto'g'ri bo'lib qoladi. 3 xil, 4 xil metodikani boshlaymiz. Bir xillarga sirazi massaj tekshiramiz, massaj qilib borish kerak bo'lib qoladigan joylari bor. Bir xillarga tekshiramiz, sirazi test qilib tekshiramiz. Qaysi svязка, qaysi bo'g'imdan ishlamayapti, ishlayapti, o'shanga qarab biz lechinamizdan boshlaymiz, fizioterapiyani boshlaymiz, keyin u yoq oxirida yana bitta tekshiramiz. Qanchalik effekt bo'ldi? O'sha kasallik holatiga qarab u yoqni davom ettiramiz. Bir xillarga переборщить deydi ruschasiga, ko'paytirib yuborsa bo'lmaydi. Shu normasida ushlashga olib kelishga harakat qilamiz, normasiga olib kelamiz. Bo'l, u yoq уже organizmga bordi. U yoq уже olib ketadi, shu rekomendatsiyani beramiz. Lekin lechina davomida упражнение bermaymiz. Chunki og'riq kuchayib ketishi mumkin. Lechini полный tugaydi, kurs lechinasi. Shu sostenasiga qarab упражнениyalar beramiz. O'shan bajarib turishadi. Bo'ldi. Qanaqa savol javob bo'lsa telefon qilishadi, aytib boramiz.